10 dona ekkandik uyda oldiga, qana shu bo'ladimi, navesda oldiga deb bo'laverar ekan. Ha, aytamanki zo'r kelsa deydi-ku, mana. Manaki, mana, ana. Malol deydi-ku, mana zakiskalik. Men tikanligi deb o'yladim, yo tikanligi emas ekan. Chiroyli, yaxshi navdan ekan. Barglariga kasal yuqtirgandik, buni ham yo'qotdik shuni. Kichkinagina. Ana asalchalar. Mazza qilib deydi-ku. Bo'laverar ekan, bo'laveradi. Qarash kerak ekan faqat. Ana ekan. Ana yana bittasi. Men tikanligini yomon ko'raman. Tikanlik sortidan desam, yo'q. Yaxshi bo'ladi. Mana ipga qilib qo'yganmiz. Eng здоровый mana shudan. Ayga. Hamma har xil nimaga bormasin. Mana bu tepasi. Ketyapti. Mana butun sim dakansa tortganmiz buni. Shu yergacha ketyapti. Bu yana yangidan gullaverar ekan. Bu shunaqa navi ekanda mana. Buyoqlar yangilar chiqyapti mana. Bu tomonga ham gullayapti. Mana uzib yedik, qancha uzib yedik. Aralashtirib, molni go'giga, tovuqnikini aralashtirib, sepganligimiz uchun mana paxta planlar bajarilib ketdi. 55 sentrdan paxta oldim. Zo'r bo'ldi. Boshqasi gapirsam shuni o'zi. Birortasi ob-havo yaxshi keldi, bu paxta yili bo'ldi demaydi. Mana noyabr bo'lishiga qaramasdan biror marta yomg'ir yog'madi. Hammasini birinchi so'tga topshirdik. Ob-havo ham zo'r keldi. Bu Alloh tomonidan deyishyor. Yerni chuqurroq haydaganligimiz uchun suvni 4 marta emas, 5 marta quyib yubordik. Mashik urib ketdi paxtalar, ko'saylar ham mayli bo'lib ketdi.